Salom do'stlar, sizlar bilan Game Over Minecraft. Bugungi videomizda Minecraft'ni ketdik. Mana kelib oldik. Biz bunday xuddi shunday qo'yib chiqamiz. Bugungi videomizda bozorni o'zida quramiz. Keyingi ikkinchi qismda albatta zoopark quramiz. O'shaning uchun qani ketdik. Birinchi qismda bozor qurib olamiz. Ikki tarafga bo'lib olamiz demoqchiman shu bilan. To'xtangizlar, albatta like bilan obuna bosmadingizlar. Qani bosib qo'yinglarchi, kutyapmiz. Aytgancha kommentga ham yozinglar. Xohlagan narsangizni yozsangizlar, men o'shanda quraman. Kutasizlar. Men quraman, bo'ldi, yaqinda chiqadi. Yangi yillar bilan tabriklayman. Men qurgandek, xuddi men qilgandek qilib chiqamiz. Chunki o'shanda chiroyliroq, modelroq. Nimaga faqat jigarrang mana unda olamiz? Jigarrang taxtada qo'yib olamiz. O'rtasiga bugungi videomizda bozor quramiz. Keyingi mana men qildim уже monetida. Xuddi shunaqa qilib chiqamiz. Xohlagan joyingizga faqat. Men shunaqa joyga qilgim keldi. Mana men qilib chiqdim. Mana tepasiga mana shunaqa narsa qo'yib qo'yamiz. Chiroyli bo'lishi uchun. Keyin biz nima qilamiz? Başka narsa qurib chiqamiz uyimiz, magazin, bozor pashti. Kichkina bozor bo'lsa ham zo'rg'a qilish qiyin bo'ladi. Chunki bu o'ylaganingizdan ham oson emas. Men qilgandek qo'yib chiqamiz. Eshik taraf xohlagan tarafingizga qilinglar. Chunki bu majburiy emas. Mana xuddi men qilgandek qilib chiqamiz yana. O'shanda yaxshiroq chiqadi. Mana men qilyaptim o'zi. Like bilan obuna bosib qo'yinglar albatta. Mana men eshikni ikkita taraf bo'ldim. Keyingi qismlarda davomida qilamiz. Chunki bu qismda kecha qisqaroq bo'lishi. Chunki yaqinda kanalimni ochdim. O'shaning uchun like bilan obuna bo'ling. Sizlardan 100 ta obunachi tilayman xolos. Keyin katta videolar chiqadi. O'ylaganingizdan katta videolar chiqadi. Men уже tugatishni boshlab oldim. Tugatyapman sekin-sekin. Kommentga yozinglar, xohlaysiz transformer ham qurib olaman. Yozaveringlar, bemalol. Endi men bunday qurib chiqdim, chunki menga mana shu ranglar mana shart emas. Men faqat xuddi shu narsa boshqacha rangdan olaveringlar. Faqat mana jigarrangni o'zgartirmanglar. Men o'zi xuddi shunaqa rang xohladim, o'shaning uchun qilib chiqdim. Keyingi qismlarda ham ichida qilaman. O'shanda yaxshiroq chiqadi. Mana qildik o'zi, mana qilyapmiz. Endi biz sizlarga bitta sir o'rgataman. Ikkita sir, mana ikkita teshikli, o'shanda chiroyli chiqadi. Biz mana ikkovga qo'yishimiz kerak, o'shanda ham yaxshi chiqadi. Mana men уже manaqa qilib chiqdim. Sarsa mana ko'rgandaqa qilasizlar xullas. Men oq qilganim sababi oq chiroyli turadi ekan, o'shaning uchun oq rangda qildim. Mana ko'ryaptigandek qilinglar. O'shanda yaxshi va zo'r chiqadi. Men mana shunaqa qilish kerak. Buni o'zi hamma biladi, lekin mana shunaqa qilish shart. O'shanda chiroyliroq chiqadi. Tavsiya beraman mana shunday qilishni. Xohlasangizlar boshqacha qilasiz, mana shunaqa bo'lishi shart. O'shanda zo'r chiqadi. Mana men уже monetga keldim. Endi biz nima qilamiz? Blok tavalib bitta blok kerak bo'ladi. Men aytgancha Batman kiyimidaman. Batman kiyimidaman. Mana xuddi o'zingiz aytgandek Batman kiyimidaman. O'shanda yaxshi chiqadi. Men blokni oldim. Nimaga buni oldim deysizmi? Bu manaqa xuddi shunaqa qilib chiqqani. Xohlasangizlar bunday qilib qo'yasizlar, o'shanda chiroyli chiqadi. Menga yoqadi mana shunaqa qilish ayniqsa. Sar zooparkka qanaqa hayvonlar qo'yay? O'shanda aytinglar menga qanaqa hayvon qo'yinglar? Mol, sigir shunaqa. Men oq devorda anaqasi oq qilaman. Chunki oq rang menga hamma joyga qilish yoqadi. Oq rangi chiroyli bo'lib turadi. Oq rangi
yana nimani bildiradi? Zo'rda, xullas oq rangi zo'rligi uchun oq rangda qilaman. Men shu oq rangda qilishim shart. Aytgancha, Kino Manus degan kanalim bor. O'shanga ham obuna bo'lib qo'yinglar. O'shanda yaqinda video ochdim. O'sha kanalimga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Unda faqat ovozim boshqacha bo'ladi. Ko'rdingizlar? Kinobekuz kanalim ham bor. Unga yaqinda ochdim, video qo'ymayapman pasti. O'shanga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Video qo'yishni boshlayman yaqinda. Aytgancha, haligi sirim nima edi deymi? Haligi sirim hozir ko'rsataman sizga. Mana qilib hozir ko'rsataman. Shu qilganim sababi bozorligi esimga tushib ketdi. Bozorligi esimga tushib ketdi. Xuddi mana men qildim. Qarang, xuddi o'zgartirdim. Mana bunday qilamiz. Qanday eshik yopiladi deymi? Mana men o'ylaganday yopiladi. Mana sizga haqiqatda kichkina devor qilmoqchi bo'lsangiz, men qilgandek qilinglar. Qaranglar, kichkina devorcha bo'ladi. O'shanda chiroyliroq va go'zal chiqadi. Men o'zi qulflab tashladim. Mana xo'jayini kilatda mana shunda olib qo'yib ketaversa bemalol bozor bo'laveradi. Keyingi qismni davomida qilamiz, faqat hozir emas. Necha turibroq tugaydi videomiz. Mana biz mana qildik, odam o'tolmaydi. Mana ko'rsatdim o'zim, mana yopib chiqamiz. Mana men xuddi shunaqa qildim. Saram xuddi shunaqa ish ochmoqchi bo'lsam, shunday ketaveradi. Mana sizga oddiy bozor. Ko'ryapsanmi? Men zo'r qilaman. Nimaga bunaqa qilyapman deymi? Bu shart, bu narsa chiroyli qilgani shart. Mana men o'zi qildim. Eshiklarni manaqada qilinglar. Chunki manaqa yaxshiroq bozordagiga. Mana xohlasangizlar bunday qilib turib o'tasizlar. Mana o'tiraverasiz bemalol. Faqat ustida qilaman, faqat hali qilaman. Keyingi qismlarda usti bo'ladi, ichi bo'ladi. Ichiga nima qo'yiladi, birinchisiga nima qo'yiladi, hamma narsa kommentga yozinglar. Kommentda bilib olaman. Like'ni ham bosib qo'yinglar kommentga yozganingizda albatta. Mana men o'zi ikkitadan qilishni boshladim. Biz sizga xuddi shunaqa tavsiya beraman. Sizga ham xuddi shunaqa qilinglar deyapman. Mana molcha ham achib ketayapti kelganda. Bitmay o'ldiradi molni. Hazil. Mana molchani o'zi o'ldirishni boshlab yubordim. Chiqarib yubordim nasib qildi unga. Mana biz qilyaptik. Mana qilyapmiz biz. Men mana shu adashib ketdim, uzr. Mana men narsa tanlab blog yana kerak bo'lyapti, bloglar. Men bunaqa blog emas, menga qanaqa blog edi esimda yo'q. Qanaqa? Mana xuddi shu blog kerak bo'ldi. Aqasi yopib chiqamiz men qilganday yopib chiqamiz. O'shanda chiroyli va to'g'ri bo'ladi. Hayvonlar manada esa bo'ladi. Hayvonlarda qanaqa hayvon qo'yishim kommentga yozinglar albatta deganman. Chunki yaxshi chiqadi. Ko'proq zo'r o'qishda shu kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, o'shanda xursand bo'laman men. Boshqacha agar katta kanal bo'lib ketsak, o'ylaganingizdan boshqacha videolar chiqaraman men. Men o'zi qilyapman. Mana mashaka bunday qilib yopib chiqamiz, o'shanda yaxshi chiqadi. Mana qilishdan boshladik. Men o'zi qilib bittasida. Endi mana bu tarafga bunday qilib chiqamiz. O'shanda chiroyli va yaxshi chiqadi. Men o'zi boshqa narsa qilmoqchi edim. O'ylab qarasam shunaqa qurgim kelib qoldi. O'shaning uchun men shunaqa narsa quryapman. Chiroylikmi? O'shanaqa narsa kommentga yozinglar. Nima yetishmayapti turganini ham kommentga yozib qo'yinglar. O'shanda men ko'rib chiqaman va kutaman sizlardan like'ni. Bu ana qo'ycha qaranglar, voy xudoyim. Internet ana chiroyli chiqyaptimi? Siz bitta narsaga e'tibor beringlar, o'shanda zo'r chiqadi. Zo'r narsa. Nimaga baytda oq deb qilsanglar, bayt oq bo'lish kerak. Chunki bu oxirgi joyi. Ajralib turish kerak, bilintirib turish kerak. O'shanda zo'r va baytga boshqa narsa qilaman.
baytga kiyim quraman, baytga hayvon, baytga qilichlar, shunaqa narsalar quraman. Keyin men mana qilib chiqaman. Ikkinchi qismda davomida ko'rasizlar. Hozir tugagani yo'q, ammo mana shunaqa bo'lib chiqishi kerak. O'shanda yaxshi chiqadi. Men qilgandek qiling. Tamom va assalom. Men uzunmachasiga bitta xuddi shunaqada qilaman. Anaqa bloklar xunuk chiqadi va yuqi g'alati chiqadi. Men mana shunaqa blokda qilaman. Zo'r chiqyaptimi? Ko'rasizlar. Men buni qayerdan topdim? Tap litidan topganman. Bepulga topganman tap-tapni. Ko'p o'yin topsa bo'ladi, ammo ko'p o'yinlarni ham topmasa bo'ladi unda. U shu g'alati narsa shunaqa. Biz o'zi mana shunaqa qilib chiqishimiz kerak edi. Mana biz o'zi kulishni boshladik. Sizga mana qilib chiqaman. Keyin mana o'rtaga qo'yib chiqaman. O'shanda yaxshiroq chiqadi. Mana qilyapmiz, shunaqa qilib chiqamiz. O'shanda zo'rroq chiqadi. O'rtaga qo'yib qo'yamiz. Mana biz o'zi tugatdik. Endi devorni mana qaranglar, zo'r chiqdimi? Bo'pti. Keyingi videolargacha, ikkinchi qismgacha yangi yil bilan tabriklayman.